Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. Demak, IT fizika to'plamining ikkinchi modulini ishlab boshlaymiz. Demak, birinchi masalamizda nima deyapti? Quyidagi rasmda berilgan vektorlar natijaviysining kattaligi qanchaga teng deyapti. Ya'ni natijasining kattaligi, natijaviysini so'rayapti-da. Bunda nima bilan ishlaymiz? Demak, bizda mana bu ikkita A va B vektorlar bir tomonga yo'nalgan. Bularni qo'shgan paytimiz bitta vektor hosil bo'ladi. Qanaqadir vektor hosil bo'ladi. Aytaylik mana. Mana bunday vektor hosil bo'ladi. Bitta vektorimiz hosil bo'ladi. Mana shunaqa bir vektor hosil bo'ladi. Bu vektorimizni ikkalasi bir tomonga bo'lgandan keyin qo'shiladi. Ya'ni bu vektorimiz A vektor plus B vektorga teng bo'ladi. Ikkalasining moduli esa buning qiymati 3 bilan 6 ning yig'indisiga teng, ya'ni 9 ga teng bo'ladi. 9 birlik bo'ladi. Endi xuddi shuning teskari yo'nalishda bizga mana bunday yana bitta vektorimiz bor. Bu vektorni biz bilamizki, mana shu S vektor. Buning moduli 4 birlikka teng. 4 birlikka teng. Endi bizga shunda umumiy vektorimizning yig'indisi, ya'ni A vektor plus B vektor plus S vektorlarning yig'indisi, S vektor bunga qarama-qarshi bo'lganligi uchun, ya'ni 9 dan ayrilib ketadi 4. Shunda javob 5 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bizda javobimiz A javob bo'lib qoladi. Demak, ikkinchisida quyidagi rasmda vektorlar natijasining kattaligi qanchaga teng bo'ladi? Bu yerda bir-biriga perpendikulyar, ya'ni 90 gradus burchak ostida bo'lgan ikkita vektorimiz berilgan. Bu vektorlarning natijaviysini qanday topamiz? Demak, bu vektorlarning natijaviysini buni qanaqa topsak bo'ladi desak, mana bunday qilsak ham bo'ladi. Ikkita vektorning yig'indisini topmoqchi bo'lsam, buni ko'chirib kelaman mana bu joyga. Mana shu joyga ko'chirib kelsam, mana shu vektorni. Natijaviy vektor mana shu joydan chiqadi. Va mana buni orasi 90 gradus bo'lganligi uchun natijaviy vektorim mana shu natijaviy vektorni beradi. Natijaviy vektorimning moduli, son qiymati bu Pifagor teoremasi bo'lib qoladi. Ya'ni 5 ning kvadrati plus yana 5 ning kvadrati. Bu ildiz osti 2 ga, 5 ildiz osti 2 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bizda javobimiz B javob bo'lib qolar ekan. B javob. Mana ikkinchisi yechimi. Endi uchinchi masalamizning yechimini ko'rib ketamiz. Oson, qiyin mavzular emas, bemalol o'rgansak bo'ladi. Bizga ikkita vektor, ular orasidagi burchak 60 gradus beryapti. K va L vektorlarning natijaviysini toping deyapti. Biz ikkita vektorning natijaviysini topmoqchi bo'lsak, qanday topardik? Hozir mana shu ikkita vektor orasidagi burchak alfa burchak deyman men. Va uni qanaqa topardim? Ildizda K vektorining kvadrati plus L vektorining kvadrati plus ikkita K vektorining moduli ko'paytiruv L vektorining moduli ko'paytiruv kosinus alfa formula orqali topardik. Bu alfa mana shu ikkalasini orasidagi burchak. Ya'ni men nima qilaman? Ildiz ostida
sakkizning kvadrati plus yana sakkizning kvadrati plus 2 ko'paytiruv sakkizning kvadrati va 1 taqsim 2. Kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 8 ildiz osti 3 chiqib qoladi. Mana bu 2 bilan mana bu 2 qisqaradida 8 ildiz osti 3 chiqib qoladi. Shunda javobimiz D javob bo'lib qoladi. D javob bo'lib qolar ekan. Davom ettiramiz. Demak, 4-masalamiz. Orasidagi burchagimiz alfa 120 gradus deyapti. Natijaviysini toping deyapti. K va L vektorlar bor. Bu ikkalasining natijaviysi qanday bo'ladi? Endi biz mana shunday bitta vektor yasasak, mana shu vektorni ko'chirib olib kelaman. Mana shunday bitta vektor paydo bo'ladi. Mana shu yerda bitta vektor paydo bo'ladi. Va natijaviysi mana shu yerdan chiqadi. Alfani shu 120 gradus olaveramiz. Demak, shunda natijaviy vektorimizning moduli teng bo'ladi ildizda 10ning kvadrati plus yana 10ning ham kvadrati k vektor L vektor plus 2 ko'paytiruv 10ning kvadrati kosinus 120. Kosinus 120 da minus 1 taqsim 2 ga teng. Va buni hisoblaydigan bo'lsak, ildiz osti 10ning kvadrati plus 10ning kvadrati minus 10ning kvadrati bo'lib qoladi. Chunki mana bu 2 bilan bu 2 chiqadi, minus oldiga ta'sir etadi. Shunda bu ikkovi yeyilib ketib, javob yana 10 chiqib qolar ekan. Demak, javobimiz C javob bo'lib qolar ekan. Xo'p. Endi bizga quyidagi rasmda berilgan vektorlarning natijaviy kattaligi qanchaga teng, ya'ni necha n ga teng, necha newtonga teng desak ham bo'ladi. Nima qilamiz bu masalada? Demak, xo'p, biz x o'qi bo'yicha natijaviy vektorni topamiz. Natijaviy x o'qi bo'yicha natijaviy vektorning modulini topadigan bo'lsak, shunda 10 dan ayiramiz 6 ni. Ya'ni bizga 4 n ga teng bo'lib qolar ekan. 4 newtonga teng desak ham, endi bizga ikkita vektor yasalib qoldi shunda. Mana bunday. Biri bu tomonga yo'nalgan natijaviy vektor, ikkinchisi yuqoriga yo'nalgan natijaviy vektor yasalib qoldi mana. Demak, bunda ko'ryapmizki, mana buning qiymati 3 ga teng bo'lyapti, buning qiymati 4 ga teng bo'lyapti. Ikkovining natijaviyi bular orasidagi burchak 90 gradus bo'lganligi uchun Pifagorga tushib qoladi. Natijaviy vektorimiz bu yerda natijaviy y-imiz, mana natijaviy y-imiz bu o'zi nimaga teng? 3 ga teng bo'lib qoladi. Natijaviy vektorimiz moduli teng bo'lar ekan ildiz ostida 3 ning kvadrati plus 4 ning kvadrati, ya'ni 5 ga teng bo'lib qolar ekan. Javobimiz 5 bo'lib qolar ekan. Mana. Xo'p, 6-masalamizda. Demak, 6-masalamizda nima qilamiz? 6-masalada bunda ham natijaviy 3 ta vektorning natijaviysini so'rabdi. Nima qilamiz bunda? Mana bu 2 ildiz osti 3 newton qanaqadir 30 gradus burchak ostida ta'sir etyapti. Buning ikkita proyeksiyasiga ajratamiz. Buni ikkita proyeksiyaga ajratamiz. Bunday tushirib keladigan bo'lsak, x va y o'qlarida buni proyeksiyasi bor. X o'qidagi proyeksiyasi, ya'ni 2 ildiz osti 3 kosinus 30 gradusga teng. Y o'qidagi proyeksiyasi 2 ildiz osti 3 sinus 30 gradusga teng. Bundan
hisoblasak bu ildiz osti 3 bo'lib qoladi. Bu ildiz osti 3 taqsim 2 bo'lgandan keyin 3 bo'lib qoladi. Hisob bo'yicha. Demak, endi bu qanaqa ko'rinishga keladi? Ya'ni bu masalamiz mana bunaqa ko'rinishga keladi. Yuqoriga yo'nalgan bitta vektorimiz, bu tomonga yo'nalgan yana bitta vektorimiz mavjud va gorizontal yo'nalgan ikkita vektor bo'lib qoldi. Az tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni bu masala qanday? Mana bu bizaga 2 ildiz osti 3 newton u yuqorida turibdi. Mana bu 6 newton. Lekin mana bu 2 ildiz osti 3 30 gradusdagi kuchimiz ikkita proyeksiyaga ajralib ketdi. Bu yuqoriga yo'nalgan ildiz osti 3 newtonga va gorizontal yo'nalgan 3 newtonga proyeksiyaga ajralib ketdi. Endi men x va y o'qlari, mana bu x o'qim, mana buni y o'qim desam, x va y o'qlaridagi natijaviy vektorlarni topaman. F natijaviy x vektorini topaman. Shunda nimaga teng bo'ladi? X vektorim 3 ildiz osti 3 ga teng bo'ladi. Chunki ildiz osti 3 ga 2 ildiz osti 3 qo'shsak 3 ildiz osti 3. Natijaviy y vektorimizni topadigan bo'lsak, modulini topadigan bo'lsak, shunda 6 minus 3 bo'lib qoladi. Ya'ni 3 newtonga teng. Endi bu natijaviy vektor ikon Pifagor bo'lib qoladi. Natijaviy vektorimizning moduli ikon Pifagor. Ya'ni 3 ning kvadratini chiqarib ketsak, 3 ildiz osti 3 niki ildiz osti 3 ildiz osti 3 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati. 3 ning kvadratini ildizdan qovusdan tashqari chiqarib, ildizdan chiqarib ketsak 3 chiqib ketadi. Ildiz osti 4 bo'lib qoladi. Javob 6 bo'lib qolar ekan. Demak, masalamizning yechimida bizga javobimiz 6 bo'lib qolar ekan, ustozlar. Davom ettiramiz. 7-masalamiz. 7-masalada nima deyapti? Demak, quyidagi rasmda berilgan vektorlarning natijaviy kattaligi qanchaga teng bo'ladi? Endi mana shu 4 newtonni endi ikkita proyeksiyaga ajrataman. O'zi mana bu pastdagi 4 newton bu x o'qida turibdi. Yuqoridagi 4 ildiz osti 3 newtonim y o'qida turibdi. Lekin mana bu ikki tomonlama mana shu kuchimizning mana shu vektorning ikkita proyeksiyasi bor va x y o'qlaridagi proyeksiyasi bor. Mana bunda x va y o'qlaridagi buning proyeksiyasi bor. Bu 4 ning x o'qdagi proyeksiyasi 2 ga teng. Chunki mana shuni x o'qidagi proyeksiyasi kosinus 60 4 kosinus 60 gradus bo'lib qoladi. Shunda 2 ga teng bo'lib qoladi. Buniki 2 ildiz osti 3 ga teng bo'lib qoladi. Shunda bu ikkovini qo'shsam bitta vektor hosil bo'ladi. Mana bunday. Bu yoqqa yo'nalgan. Bu ikkovini qo'shsam bitta vektor hosil bo'ladi. Va yuqoriga yo'nalgan 6 ildiz osti 3 degan vektor, bu yoqqa yo'nalgan 6 degan vektor hosil bo'ladi. Endi shu ikkalasining natijasi, bular orasidagi burchak 90 gradus bo'lganligi uchun Pifagorga tushadi. Pifagorga tushiradigan bo'lsak, natijaviy vektorimizning moduli teng bo'lib qoladi. Ildiz osti 6 ildiz osti 3 ning kvadrati plus 6 ning kvadrati bo'lib qoladi ildizda. Hisoblasak 6 ni chiqarib ketsam, ildiz osti 4 bo'lib qolar ekan. Ildiz osti 3 dan 3 chiqadi, plus 1 4. Demak, bu 12 ga teng. Javobimiz D javob bo'lib qolar ekan, hurmatli ustozlar. Demak, davom ettiramiz. 8-masalamiz. Endi mana shuning bir qulay usulini o'rgataman, qo'ldan kelgancha. Mana shu vektorni men mana shu joyga x va y o'qlarini kiritaman. Mana shunga x o'qini kiritaman. Mana shuni x o'qi deyman, mana buni y o'qi deyman.
mana shuni x o'qi deymanda, mana shuni y o'qi deyman. Va jadval yozib olaman. Sizlarga ko'rsataman. Juda qulay, oson usuli bor. Juda oson usuli bor. Ya'ni nima qilaman men? Demak, mana yerda x o'qining qatori y o'qining qatori. Demak, mana shu 0 nuqta deyman, mana buni x o'qi deyman, mana buni y o'qi deyman. Ustozlar, mana bu 0 nuqta. Endi bizga b vektorining b vektor, a vektor va mana bu s vektor, mana bu yerda natijaviy vektor deyman. Endi b vektorining x o'qidagi qiymati bor. Bu 0 nuqtaga nisbatan orqaga ikkita katak. Buni o'rniga -2 qo'yaman, ustozlar. -2 qo'yaman. Va y o'qidagi qiymati yuqoriga qarab bir katak bo'lgani uchun uni o'rniga 1 qo'yaman. Endi a vektorniki x o'qiga a vektor bitta katak, mana x o'qidagi proyeksiyasi bitta katak bu yoqqa surilib turibdi. Shuning uchun a ning x o'qidagi 1 qo'yaman. Y niki 3, mana 3 surilib turibdi yuqoriga, 3. Shuning uchun unga 3 qo'yaman. Endi s niki x o'qida qiymati yo'q, faqat y o'qida qiymati bor. S'ning x o'qiga 0 qo'yaman, y o'qiga -1 qo'yaman. Va mana shuni takma-tak qo'shib beraman. Buni qo'shsam -1 bo'ladi. -1 ga -1 bo'ladi va buni qo'shadigan bo'lsam 3 bo'ladi. Demak, bizning natijaviy vektorimiz qaysi tomonga va qaysi yo'nalishdaligini topib olaman. 0 dan boshlab koordinatasi -1 3. X -1, x -1, y 3. Yigirigimiz 3 bo'lishi kerak ekan. Mana bu yo'nalishda bo'lar ekan. Mana shu yo'nalishda bo'lar ekan. Yigirigimiz 3. Mana shu natijaviy vektorimiz biz berar ekan bizga. Natijaviy vektorni berar ekan, mana shu natijaviy vektorni berar ekan. Shunda natijaviy vektorni bizga endi natijaviy vektorni modulini topadigan bo'lsak, oson chiqib qoladi. Buni Pifagor qo'yaramiz. -1 ning kvadratini plus 3 ning kvadratiga qo'shib beraman. Shunda ildiz ostida 10 bo'lib qoladi javobimiz. Ildiz ostida 10 bo'lib qolar ekan mana. Ildiz ostida 10 bo'lib qolar ekan javob, ustozlar. Xo'p, keyingi masalamizni ko'radigan bo'lsak, 9-masala. Birinchi rasmdagi natijaviy vektor ikkinchi rasmdagi qaysi chiziqqa mos tushadi deyapti. Mana xuddi shunday. Demak, buni ham mana shu usulda yechadigan bo'lsak, bizga juda to'g'ri usul bo'ladi mana shu usuldan. Mana shu katak usulidan yechadigan bo'lsak, juda ham to'g'ri usul bo'ladi. Yana mana shu katak usulidan foydalanib qarab turamiz. Mana katak chizib olaman. Mana katak chizib olaman. Demak, birinchi vektorimning mana a vektor deyman. A vektori x va y koordinatasini chizib olaman. A vektor. A vektorining x o'qidagi proyeksiyasi nimaga teng? A ning x o'qidagi proyeksiyasi mana shunga teng. Ikkita katak bo'lganligi uchun x ga 2 qo'yaman. Endi y o'qidagi proyeksiyasi nimaga teng? 1 katak bo'lganligi uchun y ga 1 qo'yaman. Endi b vektornikini topaman. Qarab turingizlar ustozlar. B vektornikini topaman. B vektorniki pastga 1. Demak, pastga 1. Pastga 1 bo'lganligi uchun nima x 3, ximiz yana 2 katak, mana 2 katak bu yoqqa bu ham. Lekin pastga 1 bo'lganligi uchun -1 qo'yaman bunga y ga. Demak, -1 qo'yaman. Shunda endi s vektorimizchi. S vektorimiz mana pastga y ga 2 katak.
S vektorimiz. Y ga 2 katak. X ga -1 katak. -1 katak. Endi men ustozlar x ga 1 katak. Endi men mana shuni ustozlar natijaviysini topmoqchi bo'lsam, mana bu natijaviy vektor bo'ladi. Men pastdan yozaman. Shuni takma-tak qo'shib beraman. Takma-tak qo'shib beradigan bo'lsam 3 bo'lib qoladi. Takma-tak qo'shib beradigan bo'lsam 2 bo'lib qoladi. Endi men bundan javoblarni topishim uchun nima qilaman? Koordinatasi x o'qi bo'yicha 3 katak, y o'qi bo'yicha 2 katak bo'lgan raqamni topaman, vektorni topaman. Birinchisiga qarayman. X o'qiga 1 katak, y o'qiga 2 katak. U emas. Ikkinchisini qarayman. X o'qiga 3 katak. Haqiqatan ham to'g'ri. Mana 3 katak, y o'qiga 2 katak. Bizga javobimiz mana shu javob bo'lib qolar ekan. Bizga javobimiz mana shu javob bo'lib qolar ekan. Mana shu vektor bo'lib qolar ekan. Demak, bizga javob 2 bo'lib qolar ekan mana. Oson topib qo'ydik ustozlar. Juda qulay usul deyman men mana shuni. Juda effektli usul. Birdan topib qo'yasiz. Qiynalmaysiz. Xo'p, keyingi masalamizda quyidagi chizma asosida A vektori K minus L plus 2M vektorining X va Y o'qlaridagi proyeksiyalar nisbati aniqlang deb. K vektoridan L vektorini ayirib, ikkita M vektorini qo'shishimiz kerak. Buni ham mana shu katak usulida qilsak bo'ladi. Mana shu katak usulida o'qlardagi proyeksiyalarning nisbatini aniqlaydi. Demak, nima qilamiz ustozlar bunda? Belgilab olamizki, mana bunda xo'p K vektoridan L vektorini ayiraman. K vektoridan L vektorini ayiraman va qo'shaman 2M vektorini. Endi, demak, buni ham mana shu katak usulida qilsak bo'ladi bizga. Demak, mana shunday. Birinchi ustozlar mana yozib olaman men. Mana bu x, y deb yozib olaman. Birinchi K vektorining qiymatini yozaman. K vektorining x o'qida proyeksiyasi yo'q, 0 ga teng. Y o'qida 1 ga teng ekan. Endi L vektorining proyeksiyasini yozaman. L vektorimizning x o'qida ikkita proyeksiya bor ekan, y o'qida -1 ekan. Va endi ikkita M vektorini yozib olaman shunda. Ikkita M yozsam, M'ning x o'qida -2, y o'qi ham -2. Shuni 2 ga ko'paytirib olsam -4 bo'ladi. -4 bo'ladi bu ham. Ya'ni ikkita M vektor. Endi ustozlar mana shuni shu turishda mana bu ikkovini ayiraman. Mana buni ikkovini ayirsam, mana bunday qilayin shuni. Sal ozgina izga qaytarayin. Uzr. Mana shunda ikkita M vektorini pastdan yozib olaman. -4 dedim, -4 dedim, ha. Shunda endi ustozlar mana shuni shunday ayirib beraman. Mana bu K vektoridan ayiraman L vektorini. Bo'lib qoladi. Shuni ayirsam -2 bo'lib qoladi va bu 2 bo'lib qoladi. Endi bu ikkovini shunday qo'shadigan bo'lsam, buning qiymatlari -6
Bu minus 2 bo'lib qoladi. Demak, bizga javoblarimiz o'z-o'zidan kelib qoladi. Minus 6 ga minus 2. Mana B javob bo'lib qoladi. Mana shu javobimiz mana shu bo'lib qoladi. Ustozlar. Demak, mana shu usulimiz juda qulay usul bo'ladi bizga. Demak, keyingi masalamiz ustozlar, mana shuni yana tushunarliroq qilib ketdik. Mana shu ikkalasini ayirdim, bu ikkalasini qo'shdim. Demak, davom ettiramiz. 11-masalamiz. Buni ham shu katak usuli juda qulay bizga. Quyidagi rasmdagi F1, F2, F2, F3 vektorlarning tasvirlangan bo'lib, bu vektorning shunday bir F4 vektor qo'shilganda natijaviy vektor 0 ga teng bo'lib qoldi debdi. Endi, demak, natijaviy vektor 0 ga teng bo'lib qoldi. Buni ham sizlarga juda qulay katak usulda qilib beraman, qarab turing ustozlar. Demak, yozaman. 4 ta vektor yozaman, qarab turing ustozlar. 1 2 2 mana bu x, y. Ya'ni F1 vektor bu, F2 vektor, F3 vektor, shuni noma'lum 4, F4 vektor mana va F natijaviy vektor. F natijaviy vektor. Demak, F1 vektorimiz y o'qida ikkita katak, y o'qida ikkita katak, x o'qida minus 2. Y o'qida 2, minus 2 yozaman, bunga 2 yozaman. F2 y o'qida yo'q, qiymati yo'q. X o'qida 3 ga teng, y o'qida 0 ga teng. F3 x o'qida minus 2 ga teng, y o'qida minus 1 ga teng. Endi bu noma'lum x, noma'lum y, bir 4-vektor qo'shdik, shunda hammasining yig'indisi 0 bo'lib qoldi. Tenglama bo'ladi-da bu. Endi bundan shunday narsa yasaymanki, qaranglar ustozlar. Minus 2 plus 3 minus 2 plus x teng 0 degan tenglama yasayman. 2 plus 0 minus 1 plus y teng degan 0 degan tenglama. Tenglama yechaman. Bizga demak, mana bu tenglamani yechsak, x teng bo'lib qolar ekan. Minus 4 plus 3 minus 1, demak x teng 1 ga. Koordinatasi 1 ekan. Noma'lum F4 ning x koordinatasi 1 chiqdi. Endi y koordinatasi-chi? Y koordinatasi minus 1 chiqar ekan. Demak, bizga endi javobimiz tepada edi. Bizga x 1 bo'lish kerak, y minus 1 bo'lish kerak. X 1 bo'lish kerak, y minus 1 bo'lish kerak. U javob mana bu joyda turibdi, mana. Juda oson usul. Keyingisi demak 12-masala ustozlar. Azizlar, 12-masala. Nima qilamiz 12-masalada? Qiymatlari 5 va 9 bo'lgan vektorlarning minimal natijasi R minimal, maksimal natijasi R maksimal. Shunga ko'ra
nisbatlar nechaga tengligini aniqlang deb. Demak, buni nima qilamiz? Demak, buni ishlaymiz. Buni qanaqa usulda ishlaymiz? Qarab turamiz. Demak, bizga f natijaviy vektor, natijaviy vektorimiz qanaqa edi? Yig'indisini qanaqa topardik? f1 ning kvadrati plus f2 ning kvadrati minus ikkita f1 f2 kosinus alfa mana shu formulasi edi, to'g'rimi? Ikkita vektorning yig'indisi bo'lsa, mana bu ikkovi yig'indi bo'lardi. Ikkita vektorning yig'indisi eng katta bo'lishi uchun mana bu kosinus alfamiz 1 ga teng bo'lishi kerak. Eng kichik bo'lishi uchun, ya'ni r minimal bo'lishi uchun mana bu minus 1 ga teng bo'lishi kerak kosinus alfa. Minimallik sharti bu f2 minus f1 bo'ladi. R maksimallik sharti f2 plus f1 bo'ladi. Eng ko'pi bilan ikkovi maksimal bo'lsa yig'indi bo'ladi, minimal bo'lsa ayirma bo'ladi. Bu deganda minimalimiz 9 minus 5 4 bo'ladi. Maksimalimiz 9 plus 5 necha? 14 bo'ladi. Shunda bizga R maksimalga nisbati shunda 2 taqsim 7 bo'lib qolar ekan. Demak, davom ettiramiz keyingi masalamiz. Keyingi masalamizda xo'p, nima deyapti? Qiymatlari 6 va 8 bo'lgan vektorlar orasida 0 va 90 burchak mavjud bo'lsa, alfa 0 va 90 orasidagi burchak mavjud bo'lsa, ularning natijaviy r qaysi oraliqda bo'ladi debdi. Ya'ni men birinchi mana shu ikkalasining orasidagi burchakni 0 bo'lsa, ikkalasining orasidagi burchak ikkita vektor desam, mana shu birinchi mana shu bitta vektorimiz bu tomonga a vektor desam, shuning moduli nechaga teng ekan? 6 ga teng ekan. Ikkinchisi ham shu tomonga bo'ladi. B vektor deyman. Ular u nechaga? 8 ga teng, 8 newtonga teng bo'ladi. Bu ikkovining orasidagi 0 bo'lganda natijaviy bir vektorimning natijaviy yig'indisi, ya'ni ular alfa burchak, ular orasidagi burchak 0 gradus bo'lyapti. Shunda ikkovi yig'indi bo'lib qoladi. 14 n ga teng bo'lib qoladi. Endi bizda ikkovi ayirma bo'lsa-chi, mana buni ajratib qo'ying, mana shundan ajratib qo'ying. Ikkovi ayirma perpendikulyar bo'lsa, mana ular orasidagi 90 bo'lsa, mana bu a vektor, ikkinchisi bu tomonga b vektor. Ular orasidagi burchak 90. Bunda Pifagor bo'lib qoladi. n2 vektor deyman natijaviysini. Bu ildizosti 6 ning kvadrati plus 8 ning kvadrati bo'lib qoladi. Bunda u 10 ga teng bo'lib qoladi. 10n bo'lib qoladi natijaviysi. Shunda 10 oralig'i 10 katta natijaviy r katta 14 dan. Demak, mana bu javob bo'lib qoladi. Demak, qaysi variant bo'lar ekan shunda? 10 oraliq katta 14, mana bu javob. Javob bo'lib qolar ekan. Demak, keyingi masalamizni ishlaymiz. Teng qiymatli vektorlarning natijavisi birinchi rasmda R1, ikkinchi rasmda R2, uchinchi rasmda esa R3 berilgan. Chizmada berilgan ma'lumotlarga ko'ra R1, R2, R3 natijaviy vektorlar orasidagi munosabatni toping debdi.
Xo'p, bunda nima qilamiz ustozlar? Buni juda qulay, bizga tushunarli usulini ko'rsataman. Bizga tushunarli bo'lgan usulni ko'rsataman. Demak, bizga qulay va tushunarli. Mana aytaylik, mana bu bitta vektorimiz, mana bu yana bitta vektorimiz. Birinchi holatda. Birinchi holatda. Demak, ular orasidagi burchak alfa. Ular orasidagi burchak alfa. Shu ikki vektorni men qo'shmoqchi bo'lsam, birinchi vektorni bu tomonga ko'chiraman. Ya'ni mana bu tomonga ko'chiraman. Ustozlar, mana bu tomonga ko'chiraman. Va birinchi haqida gapiryapman. Shuni natijaviy mana bu joydan chiqadi. Mana bu joydan chiqadi. Bu n1 vektor deyiladi. Ya'ni natijaviy bir vektor bu. Ya'ni birinchi rasmda. Endi ikkinchi rasmga o'taman. Ustozlar, ikkinchi rasmga o'taman. Va buni ham chizaman. Mana bu bitta vektorimiz, mana bu ikkita vektorimiz. Mana bu ikkita vektorimiz. Endi bu vektorlarni qo'shmoqchi bo'lsam, mana bu vektorimizni bu yoqqa ko'chiraman boshiga, mana buni boshiga ko'chiraman qo'shishim uchun. Shunda mana bu joydan bitta vektor hosil bo'ladi. Mana bu natijaviy vektor hisoblanadi. Mana buni n2 deyiladi. Buni n2 deyiladi. Endi uchinchisida bizga mana bunday vektor berilgan. Mana bunday vektor berilgan ustozlar. Bu juda qulay usul bu. Mana bu orasidagi burchak beta edi. Buni orasidagi burchak x deymiz. Endi buni ko'chirmoqchi bo'lsam, mana bunday ko'chiraman ustozlar. Qo'shmoqchi bo'lsam, bu vektor mana bunday ko'chiraman. Ya'ni mana bundan bu ko'rinishga o'tyapti-da, mana bu ham bundan bunga o'tyapti. Buni ham bu yoqqa qarab ko'chirdim. Shunda menga mana bunday natijaviy vektor paydo bo'ladi. Endi buni n2 vektor deyman. R2 vektor deganim. Mana buni R2 vektor deyman. R3 vektor. Mana bu 3 ta, bu 2. Shuni o'chirib tashlayman. Mana biz belgilagan ekanmiz-ku. Belgilagan. Mana bu R1 vektor, bu R2 vektor. Shunda endi qarangizlar ustozlar, qaysi uzunroq? Moduli uzun. Demak, bizda eng uzuni 1 bu. Eng o'rtasi R2, eng kichigi R3 hisoblanadi. Shunda qaysi taqqoslang deganda R1 katta bo'lib qoladi, R2 dan katta bo'lib qoladi, R3 dan degan javob bo'lib qoladi ustozlar bizga. Mana shu variant bo'lib qoladi. R1 katta, R2 ajoyib bo'lib qoladi. 14-masalamiz. Davom etamiz ustozlar. Keyingi masalani, demak, bizga qiymatlari 4, 7, 10 newton bo'lgan kuch desak ham bo'ladi. Qiymatli kuch yoki vektor berilgan. Mana shulardan aytibdi, natijaviysi eng kichik va eng katta qiymatlarni aniqlang debdi. Nima qilamiz bunda ustozlar? Demak, bizga natijaviysi to'g'ridan-to'g'ri hammasini qo'shadigan bo'lsak, shunda R maksimum qiymat kelib chiqadi. Maksimum qiymat bu 4 plus 7 plus 10. Demak, bu 21 ga teng bo'ladi. Eng katta qiymat. R minimum qiymat nimaga teng bo'ladi? Eng minimum qiymat. Shunda mana bunday qilib olsak bo'lishimiz mumkin. Demak, R minimum qiymat, bu yoqqa bitta vektor deydigan bo'lsak, va mana shuning qiymatini 10 deyman. Demak,
mana shu bitta vektor deydigan bo'lsak, mana tomonga bitta vektor deydigan bo'lsak, buning qiymatini 10 desam, ikkinchi vektorni mana bunday joylashtiramiz. Ikkinchi vektorni mana bunday joylashtiramiz. Buning qiymatini 7 deymiz, buning qiymatini 4 deymiz. Mana shu ikkalasini orasidagi burchak qanaqadir alfa desak, mana shu ikkovining natijaviyidan burchak hosil qilib 10 hosil qilishimiz mumkinmi? Mumkin albatta. Va bu tomonga qarab buning ikkovi natijaviy 10 bo'lib, bu ikkovini qo'shgan paytimiz natijaviy 0 bo'lib qolishi mumkin. Shunda bizga javobimiz 21 0 degan javob bo'lishi mumkin ustozlar. Hammasini ayirib minus hammasini demak 7 bilan 4 ni qo'shib 11, 11 dan 10 ni ayirib 1 bo'lishi mumkin-ku. Yo'q, lekin mana bu burchak bor. Burchak hosil qilib turib, bundan 10 yasashimiz mumkin ikkalasidan va ikkalasini ayirib 0 qiymatga erishishimiz mumkin. Demak, keyingi masalamiz quyidagilarni quyidagi 3 holatda vektorlarning natijaviy qiymatlari o'zaro teng bo'lsa, K, L, M orasidagi burchakni taqqoslang debdi. Ya'ni K, L, M larni taqqoslang debdi. Bunda nima qilaman? Bizga natijaviy vektorimizning qiymati, ya'ni natijaviy 1 desam, natijaviy 2 ga teng ekan shu. Kvadratlari ham teng bo'ladi. Bundan keladiki, k kvadrat plus l kvadrat plus 2k l kosinus alfa desam teng bo'lyapti. M vektorining kvadrati plus L vektorining kvadrati va plus mana buni 90 gradus deyman. Betani 90 gradus deb olsam ustozlar, mana bu qiymatimiz 0 bo'lib ketyapti. Shunda L lar ham qisqarib ketib, K vektorimizning kvadrati plus 2k L kosinus alfa teng bo'lib qolyapti M vektoriga. M vektorining kvadrati. Shunda M vektorimiz aniq katta K vektordan degan shart kelyapti bizga ustozlar. Chunki bu vektorning qiymatiga K vektorga qandaydir qiymat qo'ysak, keyin M vektorga teng bo'lyapti-da. Endi ikkinchisini 2 bilan 3 ni taqqoslayman. Shunda M vektorining kvadrati plus L vektorining kvadrati teng bo'lib qolyapti. M vektorining kvadrati K vektorining kvadrati plus 2ta M yo'q. Mana bunda sal adashibmiz. Bizda mana bu joyda yig'indi bo'lgandan keyin burchagimiz 90 dan katta bo'lyapti. Kosinus 90 dan minus qiymatga ega bo'ladi. Mana bu joy. Minus qiymatga ega bo'ladi. Va mana bu joy minus qiymatga ega bo'lib, teskari bo'lib qolar ekan mana bu. Mana bu teskari bo'lib qolar ekan bizga. Mana bu bunday shart bo'lib qolar ekan. Shunda K vektor katta bo'lib qolar ekan M vektordan. K vektorimiz katta bo'lib qolar ekan M vektordan. K vektor M vektordan katta bo'lib qolar ekan. Shunda davom ettiradigan bo'lsak, va bu yoqda MK kosinus sigma. Shunda M vektorlar qisqarib ketadi. Shunda endi L vektor katta bo'lib qoladi aniq K vektordan. Chunki mana bu qiymatimiz musbat chiqadi. Musbat qiymatni K ga qo'shsak, keyin L ga teng bo'ladi. Demak, shunday olib boradigan bo'lsak, M katta K demak K katta bo'lyapti M dan. Demak, eng kattasi mana bunaqa bo'lar ekan. Eng katta L, undan ham katta M. M dan ham katta ekan. Demak, L eng kattasi bo'lar ekan. Demak, D variant bo'lib qolar ekan bizda. D variant.